Binariumda savdoni qanday boshlash mumkin? Savdo jarayonida aktiv narxi bilan nima sodir bo'lishini prognoz qilishingiz kerak. U boshlangich narxga nisbatan ko'tariladimi yoki pasayadimi? Masalan, siz narx ko'tarilishini prognoz qildingiz, ya'ni narx ko'tarilishiga bitim ochdingiz. Bunday holatda bitim yopilgan paytda aktiv narxi ochilish narxidan yuqori bo'lsa, hisobingizga foyda tushadi. Narx pasayishini prognoz qilganda, ya'ni narx pasayishiga bitim ochganda, daromad olish uchun bitim yopilgan paytda aktiv narxi ochilish narxidan past bo'lishi kerak. Savdoni boshlash uchun investitsiya miqdorini kiriting. Summani tanlash tugmasi ekranning o'ng tomonida joylashgan. Shundan so'ng bitimning yopilish vaqtini tanlang. Aktiv narxini ko'rsatadigan grafikda ikkita chiziq paydo bo'ladi. Birinchi, ko'k rangli punktir chiziq bitimni ochish bo'yicha qaror qabul qilishingiz mumkin bo'lgan vaqtni ko'rsatadi. Ikkinchi, toq sariq rangli uzluksiz chiziq esa bitim yakunlanadigan vaqtni ko'rsatadi. Endi bitim ochishingiz mumkin. Agar narx ko'tariladi deb hisoblasangiz, ekranning o'ng tomonidagi yashil tugmani bosing. Agar narx pasayadi deb hisoblasangiz, qizil tugmani bosing. Natija aktiv narxi yakunlanish chizigiga yetib kelganidan so'ng ma'lum bo'ladi. Prognozingiz to'g'ri chiqqan bo'lsa, ekranning chap pastki qismida foyda miqdori ko'rsatilgan qalqib chiquvchi oyna paydo bo'ladi. Agar bitimning yopilish narxi ochilish narxiga teng bo'lsa, investitsiya summasi savdo hisobingizga qaytariladi. Binarium onlayn savdo uchun qulay platforma.